Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar orasida avgustdan pensiya 2,1% oshdi. Hukumat bayonot berdi. Hamma pensionerga qo'shimcha pul tushadi degan gaplar tarqalmoqda. Bu xabarni eshitgan odam tabiiyki darrov bank kartasini tekshiradi, pochtachidan so'raydi, pensiya jamg'armasiga boradi. Lekin eng xavfli joyi shuki, bunday xabarlarda ko'pincha bir necha xil tushuncha aralashtirib yuboriladi va natijada odamlar aldangandek bo'lib qoladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. 2,1% degani nima bo'lishi mumkin? Pensiya qachon va qanday oshadi? Kim haqiqatan qo'shimcha pul olishi mumkin? Kim esa kutib o'tirmasligi kerak? Qaysi holatda qayta hisob-kitob talab qilish mumkin? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlariga ham kerak. Chunki ko'p hollarda hujjat, ariza, bank kartasi va tekshiruv ishlarini aynan farzandlar bajaradi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men amaliy qadamlarni ham aytaman. Qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlarni tayyorlash, arizada nimalarni yozish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikni keraksiz yugurdan, yolg'on xabarlardan va firibgarlardan asraydi. Avvalo eng muhim savol, 10 avgustdan pensiya 12,1% ga oshdi degan gapni qanday tushunish kerak? Odatda pensiya oshishi 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi, davlat tomonidan umumiy indeksatsiya qilinadi. Ya'ni prezident farmoni yoki hukumat qarori asosida pensiyalar, nafaqalar, ish haqi yoki bazaviy miqdorlar ma'lum foizga oshiriladi. Bunday holatda oshish rasmiy hujjatda aniq yoziladi. Qaysi sanadan, qaysi toifaga, qancha foizga, qaysi manba hisobidan. Masalan, sentabrdan yoshga doir pensiyalar falon foizga oshiriladi degan aniq band bo'ladi. Shunda pensiya jamg'armasi avtomatik qayta hisoblab beradi. Pensioner alohida ariza yozishi shart bo'lmaydi. Ikkinchisi, ayrim pensionerlarning shaxsiy pensiyasi qayta hisoblanadi. Bu hamma uchun emas. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsa, qo'shimcha ish staji paydo bo'lgan bo'lsa, ilgari hisobga olinmagan ish haqi ma'lumotnomasi topilgan bo'lsa, arxivdan yangi hujjat chiqqan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu holatda bir odamda 13%, boshqasida 3%, yana boshqasida umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Uchinchisi, ommaviy axborotda yoki ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri talqin qilingan raqam bo'ladi. Masalan, inflyatsiya darajasi 2,1% bo'ldi degan statistik ma'lumotni kimdir pensiya 2,1% oshdi deb yozib yuboradi. Yoki budjetda ijtimoiy xarajatlar 2,1% ko'paydi degan gapni har bir pensionerga 2,1% qo'shiladi deb tushuntirishadi. Yoki ayrim toifa uchun belgilangan qo'shimchani hamma pensionerga tegishli deb tarqatishadi. Mana shunda odamlar aldanganini his qiladi. Shuning uchun men birinchi qoidani aniq aytaman. Agar pensiya oshishi haqida gap bo'lsa, albatta rasmiy hujjatnoma sanasi va bandi bo'lishi kerak. Hukumat aytdi, deyishdi. Telegramda chiqdi, qo'shnim oldi degan gap pensiya hisob-kitobi uchun asos bo'lmaydi. Ilgari ham pensionerlar pensiya oshishini asosan ikki yo'l bilan kutishardi. Davlat umumiy oshiradi yoki o'zining hujjati asosida qayta hisoblatadi. Hozir ham prinsip shunday. Faqat farqi shundaki, hozir axborot juda tez tarqaladi. Biroq kichik xabar chiqsa 10 daqiqada butun mahallaga yetib boradi. Lekin xabar tarqalish tezligi hujjatning haqiqiyligini anglatmaydi. Masalan, bir pensioner 1,200,000 so'm pensiya oladi. Agar umumiy 12,1% oshirish bo'lsa, nazariy jihatdan uning pensiyasi 1,5,200 so'mga ko'payib 1,385,200 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin bu faqat rasmiy ravishda barcha pensiyalarga 12,1% qo'llansa. Agar xabar asli faqat minimal pensiya miqdori, ayrim ustama yoki ayrim toifadagi nafaqaga tegishli bo'lsa, bu odamning pensiyasi o'zgarmasligi ham mumkin. Yana bir misol. Ikkinchi pensioner 2,500,000 so'm oladi. U o'ylaydi, 12,1% bo'lsa, menga 302,500 so'm qo'shilishi kerak. Lekin oy oxirida kartasiga eski summa tushadi. U darrov pensionerlarni aldashdi deydi. Aslida esa uning pensiyasi umumiy indeksatsiya qilinmagan bo'lishi, yoki oshirish sanasi keyingi oydan bo'lishi, yoki to'lov grafikasi bo'yicha farq keyinroq berilishi mumkin. Ba'zan qaror kuchga kirgan sana bilan pul keladigan sana bir xil bo'lmaydi. Qaror 10 avgustdan amal qilsa ham, banka yoki pochta orqali to'lov sentabr oyi to'lovida farq bilan berilishi mumkin.
Lekin bu ham faqat rasmiy hujjatda shunday tartib ko'rsatilgan bo'lsa. Uchinchi misol. Bir ayol 63 yoshda, pensiyada. Lekin keyingi 2 yil davomida rasmiy ishlagan. U pensiya oshdi degan xabarni eshitib, pensiya jamg'armasiga boradi. Tekshirilsa, uning masalasi umumiy oshirish emas, balki ishlagan davri bo'yicha qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Agar ish beruvchi ijtimoiy soliq yoki tegishli ma'lumotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, u qo'shimcha staj asosida pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Natijada unga 12.000% emas, balki boshqa miqdorda qo'shimcha chiqadi. Ba'zan 50.000 so'm, ba'zan 7.000 so'm, ba'zan esa hujjatlar yetarli bo'lmasa, hech narsa qo'shilmaydi. Birinchi navbatda pensiya miqdori oxirgi o'zgarmagan. Lekin rasmiy qaror bo'yicha oshishi kerak deb o'ylayotganlar tekshirishi kerak. Masalan, siz avgustda ham, sentabrda ham, oktyabrda ham bir xil summa oldingiz. Ammo rasmiy manbalarda aynan sizning toifangizga oshirish bo'lgani yozilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganlar. Ko'p odam pensiyaga chiqqach ham bozorda, maktabda, bog'chada, qorovullikda, fermer xo'jaligida, korxonada ishlaydi. Agar ish rasmiy bo'lgan bo'lsa, hujjatda aks etgan bo'lsa, keyinchalik pensiyani qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin men ishladim degan og'zaki gap yetmaydi. Mehnat daftarchasi, elektron mehnat tarixi, ish haqi ma'lumotlari, soliq va badallar bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Uchinchi toifa arxiv hujjatlari topilganlar. Masalan, odam sobiq zavodda 1905 yildan 1990 yilgacha ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda faqat 5 yil hisobga olingan. Keyin arxivdan qolgan yillar bo'yicha ma'lumotnoma topildi. Mana shunday vaziyatda pensiya qayta ko'rilishi mumkin. Bu yerda ham 12.1% degan umumiy raqamga bog'lanib qolmaslik kerak. Sizning pensiyangiz staj va ish haqi hisob kitobi bo'yicha o'zgaradi. 4-toifa nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda oila tarkibi, nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, bolalarning yoshi, o'qishi, qaramoqda bo'lgan shaxslar kabi omillar muhim. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola o'yindagi yoshga to'lgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qish haqidagi ma'lumotnoma taqdim etilmasa, to'lov to'xtash yoki kamayishi mumkin. Aksincha, hujjat vaqtida topshirilsa, to'lov davom etadi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz rasmiy manbalarda umumiy oshirish haqida aniq hujjat ko'rmagan bo'lsangiz, pensiyangiz to'g'ri kelayotgan bo'lsa, oxirgi paytda staj, ish haqi, guruh oila tarkibi bo'yicha o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, shunchaki Telegramdagi xabar sababli vahimaga tushmang. Kartani har kuni tekshirib, bankka borib, pochtachidan janjal qilib foyda yo'q. Avval hujjatni tekshiring. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan xatolardan biri. Odamlar foizni pensiyaning yakuniy qo'lga tegadigan summasiga avtomatik qo'shib hisoblaydi. Lekin ayrim hollarda oshirish pensiyaning hamma qismiga emas, faqat bazaviy hisoblash miqdoriga, minimal miqdorga, ustamaga yoki aniq bir nafaqaga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner 1 million tekin 100 ming so'm oladi. Bu summaning ichida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Agar rasmiy qarorda faqat asosiy qism oshadi deyilgan bo'lsa, butun 1 million 800 mingga 10.000% qo'shilmasligi mumkin. Shuning uchun odam 2.000 ming so'm kutadi, lekin amalda 1.020 ming so'm qo'shiladi. Bu aldash emas. Hisoblash bazasi boshqacha bo'lgani uchun shunday chiqadi. Albatta, buni pensiya jamg'armasi tushuntirib berishi kerak. Yana bir nozik masala. Pensiya oshirilgan oyda oldingi oylar uchun farq ham berilishi mumkin yoki berilmasligi mumkin. Bu qarorning kuchga kirish sanasiga bog'liq. Masalan, agar hujjatda 10 avgustdan deyilgan bo'lsa, avgust oyining 10 kundan 30 kunigacha bo'lgan davr uchun proporsional farq hisoblanishi mumkin. To'liq oy uchun emas. Oddiy qilib aytganda, avgustda siz 2.1% ning to'liq oy bo'yicha emas, faqat qolgan kunlar bo'yicha farqini olishingiz mumkin. Keyingi oydan esa to'liq yangi miqdor tushadi. Lekin yana takrorlayman, bularning barchasi faqat rasmiy qaror bo'lsa amal qiladi. Ayrim pensionerlar mening qo'shnimga qo'shildi, menga qo'shilmadi deydi. Qo'shni bilan sizning pensiyangiz bir xil bo'lmasligi mumkin. Uning staji 35 yil, sizniki 28 yil. Uning arxivdagi ish haqi yuqori bo'lgan, sizda pastroq. Uning nogironlik ustamasi bor, sizda yo'q. U ishlagan davrini qayta hisoblatgan, siz hali ariza bermagansiz. Shuning uchun qo'shnining kartasiga tushgan pul sizga ham albatta tushishi kerak degan emas. Endi eng muhim ogohlantirish.
pensiya oshishi haqidagi xabarlar firibgarlar uchun juda qulay mavzu. Ular telefon qilib, sizga 2000% qo'shimcha chiqdi, kartangizni tasdiqlash kerak, SMS kodini ayting, plastik raqamingizni yuboring. Arizani tezlashtirish uchun pul o'tkazing deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodini aytmang. Hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotini bermang. Pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki, bu firibgarlik. Ikkinchi xatar, pullik vositachilar. Ba'zi odamlar men pensiya jamg'armasida tanishim bor. Indiki bugun men foiz qo'shtirib beraman deydi. Pensiya qonuniy hujjat asosida hisoblanadi. Tanish bilish bilan foiz qo'shilmaydi. Agar haqiqatan sizda qo'shimcha staj yoki ish haq hujjati bo'lsa, o'zingiz rasmiy murojaat qilishingiz mumkin. Agar hujjat bo'lmasa, hech kim qonuniy ravishda pensiyangizni oshirib bera olmaydi. Uchinchi nozik jihat. Ba'zan ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarib olinadi. Masalan, odam oila tarkibi o'zgarganini yashirgan, bola o'qishni tashlaganini aytmagan. Nogironlik muddati tugagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanadi va pensiyadan ushlab qolish boshlanadi. Shuning uchun ko'proq tushibdi, indamay olay degan fikr xavfli. Agar kartangizga kutilmagan katta summa tushsa, sababini aniqlang. Bu qonuniy qayta hisob kitob bo'lsa yaxshi, xatolik bo'lsa keyin muammo bo'ladi. 4-jihat. Pensiya miqdori bank kartasida kechikib ko'rinishi mumkin. Ayniqsa bayram kunlari, dam olish kunlari. Bank texnik ishlar yoki pochta to'lov jadvali sababli odam menga bermadi deb o'ylaydi. Avval to'lov kuni o'tmaganini tekshiring. Keyin bankdan kirim ko'chirmasini oling. Shundan so'ng pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Birinchi qadam, xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya oshishi haqidagi ma'lumotni faqat rasmiy davlat manbalari, pensiya jamg'armasi, adliya yoki qonunchilik hujjatlari e'lon qilinadigan rasmiy platformalardan tekshiring. Agar xabarda hujjat raqami, sanasi, kuchga kirish sanasi bo'lmasa, unga ishonishga shoshilmang. Ikkinchi qadam, o'zingiz oladigan pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining hisoblanish tartibi boshqa. Bir qaror yoshga doir pensiyaga tegishli bo'lishi mumkin. Boshqa qaror nafaqaga tegishli bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, oxirgi 3-6 oylik to'lovlaringizni solishtiring. Bank ilovasidan yoki bankdan ko'chirma oling. Agar pochta orqali olsangiz, to'lov qaydlarini tekshiring. Qaysi oyda qancha tushganini yozib chiqing. Masalan, iyun 1 million 620 ming, iyul 1 million 620 ming, avgust 1 million 690 ming, sentabr 1 million 520 ming. Mana shunda o'shish qachon va qancha bo'lganini ko'rasiz. Og'zaki eslab hisoblasangiz, adashish oson. 4-qadam. Agar pensiyangiz qayta hisoblanishi kerak deb o'ylasangiz, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlikda tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Bank rekvizitlari. Har bir holatda talab boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon orqali yoki qabulxonadan aniqlab oling. 5-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga rasmiy ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Pensiyaga ta'sir qiluvchi qo'shimcha ish staji, ish haqi ma'lumotlari yoki boshqa hujjatlar ilova qilinmoqda. Hisob kitob natijasi bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Eng muhimi, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza ro'yxatdan o'tsin. Sizda kirim raqami yoki tasdiq bo'lsin. 6-qadam, javobni yozma oling. Agar sizga qo'shilmaydi deyishsa, sababini so'rang. Qaysi qonun, qaysi band, qaysi hujjat yetishmayapti? Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Og'zaki javob bilan esa hech narsani isbotlab bo'lmaydi. 7-qadam, agar hisob kitobda xato bor deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin hududiy boshqarma, zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki sud tartibi. Lekin shikoyatda aniq fakt bo'lsin. Falon yildagi stajim hisobga olinmagan. Falon ma'lumotnoma qabul qilinmagan. Qarorda ko'rsatilgan oshirish menga qo'llanmagan. To'lovda farq berilmagan. Faqat qo'shnim oldi, men olmadim degan shikoyat yetarli bo'lmaydi. Tasavvur qiling,
Rahima opa 1.400.000 so'm pensiya oladi. U endi 2000% xabarini eshitdi va 1.39.000 so'm qo'shimcha kutdi. Lekin unga 1.400.000 tushdi. Farzandi tekshirdi. Rasmiy hujjat topilmadi, xabar esa ijtimoiy tarmoqdagi noto'g'ri talqin bo'lib chiqdi. Bu holatda Rahima opa bekorga asabiylashgan bo'ladi. To'g'ri yo'l. Avval rasmiy manbani tekshirish. Ikkinchi misol, Hasan aka pensiyaga chiqqandan keyin 3 yil rasmiy qo'rovul bo'lib ishlagan. U ham endi 20% deb borgan. Lekin tekshiruvda uning ish staji bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati borligi aniqlandi. Hujjatlari to'liq bo'lgani uchun pensiyasi oyiga 9.000 so'mga oshdi. Bu umumiki 1000% emas, lekin qonuniy qayta hisob kitob. Demak, har bir oshish umumiy foiz bilan bog'liq emas. Uchinchi misol, Malik opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzandi 18 yoshga to'lgan. Lekin kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Natijada to'lov kamaygan. U esa pensiya oshishi kerak edi, aksincha kamaydi dedi. Aslida muammo oshirishda emas. Hujjat vaqtida topshirilmaganida. Shuning uchun oila tarkibi va o'qish ma'lumotnomalariga juda e'tiborli bo'lish kerak. 4-misol, Sobir aka arxivdan 1990 yillardagi ish haqi haqida ma'lumotnoma topdi. Avval pensiyasi pastroq hisoblangan edi. U ariza berdi, ma'lumotnoma tekshirildi, ish haqi koeffitsiyenti hisobga olindi va pensiyasi sezilarli ko'tarildi. Bu yerda eng katta foyda shundan iboratki, odam shunchaki xabar kutmay, o'z hujjatini izlab topdi. Ko'p pensionerlarning muammosi aynan shunda, staj bor, lekin hujjat yo'q. Hujjat bor, lekin ariza berilmagan. Azizlar, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, 10 avgustdan pensiya unigek 1% oshdi degan har qanday xabarni darrov haqiqat deb qabul qilmang. Pensiya faqat rasmiy hujjat, aniq sana va aniq tartib asosida oshadi indiki. 1% raqami hamma pensionerning kartasiga avtomatik qo'shiladi degani bo'lmasligi mumkin. Ba'zan bu indeksatsiya, ba'zan qayta hisob kitob, ba'zan esa noto'g'ri tarqatilgan xabar bo'ladi. Sizning vazifangiz rasmiy manbani tekshirish, pensiya turini aniqlash, to'lovlaringizni solishtirish, hujjatlaringizni yig'ish va zarur bo'lsa yozma ariza berish. Eng muhimi, SMS kodini hech kimga aytmang, vositachilarga pul bermang. Tezlashtirib beraman deganlarga ishonmang. Agar sizda ham pensiya oshishi, qayta hisob kitob 12.000% yoki 10 avgust sanasi bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyatdansiz? Pensiya turingiz qanday? Oxirgi oyda qancha o'zgarish bo'ldi? Shuni yozsangiz, men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki to'g'ri ma'lumot odamni ham pul yo'qotishdan, ham asabiylashishdan, ham firibgarlardan himoya qiladi.